Nima uchun Buyuk Britaniyani tanlash kerak? Bunga esa javob bizda quyidagicha. Birinchidan, talabalik vizasini olish imkoniyati qolgan ingliz zabon davlatlaridan ancha yuqori. Narx 98%. Narx jihatdan ham arzon, negaki bu yerda bakalavr darajasi odatda 3 yil va magistratura esa atigi 1 yil. Aytgancha, siz agar el-yurt umidi fondiga topshirayotgan bo'lsangiz, bu o'qish davri kamligi ham muhim rol o'ynaydi va yutish imkoniyatini ko'paytiradi. Undan tashqari, halol ovqat topish ham ancha oson va Londonda eng katta o'zbek community tashkil qilingan. Ko'p o'quvchilar unutib qo'yadigan, ammo muhim faktor hisoblangan narsa bu yo'l. Ya'ni siz atigi 7 soat ichida Toshkentdan Londonda bo'lish imkoniyatiga egasiz. Hamda eng muhim faktor bu diplomning yaroqliligi. Buyuk Britaniyaning diplomi butun dunyoda katta obro'ga ega va O'zbekiston ham bu diplomlarni hech qanday qo'shimcha hujjatlarsiz qabul qiladi. Agar siz shunday imkoniyatlarga ega bo'lishni istasangiz, bizga, ya'ni Everstudy jamoasiga murojaat qiling. Biz sizga yordam berishga tayyormiz.